lekin qanaqa O'zbekistonda mevasiga talab bo'ladi? O'zbekistonning mahsulotidan charchaganmiz. Mana shu O'zbekistonning mahsulotini deb mana Rossiyada boshqa davlatlarga olib borib biz ko'p zarar qildik. Mana shu boshqa men bu yerdan aytamiz, beramiz, ishonamiz, o'zimizni xalqimiz, lekin unaqa narsa bo'lmayapti. Men chet eldan kiradigan mahsulotlarimizni har bittasiga bitta telefon qilamiz, bo'ldi keladi. Sababi ishonch juda ham katta. O'sha aytgan kalibrimiz o'sha kalibr. Bo'ldi, boshqa narsa hech qanaqa o'zgarish ham bo'lmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Mana bu yerga shuni kelib ochasiz, sifatli mahsulot. Bozorni chaqqan. Mana bu yerda 500-600 fora chetdan kirib kelgan. Nima uchun O'zbekistonning forasini mana bu yerga qo'yib sota olmayapti? Sababi birinchidan uxlangan, tagi mayda. Odamlar o'zi olmaydi. Ishonch daveradan chiqib ketdik. Men o'zim Samarqanddaman, mana shu Toshkentda 21 yildan beri mana shu yerda ishlayman. Dehqon bog'bonlar, brokerlar, eshitinglar, bu juda og'riqli bu. Bu akamiz savdogar ekan, savdogar tilida gapiryapti. Xalqimizni ham aldamaylik, chetga chiqayotgan mahsulotni ham aldab sotmaylik. Bas qiling. Faqat shu darajada ta'sir qilmayotgan insonlar borki, dehqonlar eshitib olsin. Vodi turishini sotasiz, do'ngibay sotasiz, hamma yo'lda rasvo qilyapsiz. O'zbekistonda brendini o'ldiryapsiz. Kiloga yetirtirib, pishirib, rasvo qilib, mehnat qilib chiroyli mahsulot soting, xalqimizni aldamang. Nima qilasiz hammani aldab? Hamma yo'lda rasvo qilayotgan, turishini sotayotgan dehqonlar, turishini olayotgan broker. Tagiga o'qilib, yomonini solib, savdogarni kapangado qilib, hamma yo'lda O'zbekistonning mevasini, nomini yomon qilib ekan, sizga o'xshagan sallarga o'xshaganlar. Yana eshitib oling mana shu gapni. Sizga o'xshaganlar, sallarga o'xshaganlar O'zbekistonning imijini, brendini rasvo qilib. Ayrim ayyor tadbirkor savdogarlar boshida chiqarib oladi, nafsi balosi o'dagan. Moskvani, Rossiyani hamma bozorlarni o'ldirdilar. Dabdala qildilar. Xurmoni ham shu ish qildilar. Ko'm-ko'k xurmoni, hayvon yemaydigan xurmoni uzib, bekitib yurib, puralarda chiqardilar. Majburiy sarg'aytiraman.